Xo'p, boshladik. Diqqat bilan ahamiyat berib eshitinglar. Hech bir uchtasi bir to'g'ri chiziqda yotmagan, uchta nuqtani ketma-ket tutashtirishdan hosil bo'lgan geometrik figuraga uchburchak deb aytiladi. Hech bir uchtasi bir to'g'ri chiziqda yotmagan, uchta nuqtani ketma-ket tutashtirishdan hosil bo'lgan geometrik figuraga uchburchak deb aytiladi. Uchburchakning tomonlari uzunliklari mana bu ko'rinishda alfabetning kichkina harflari bilan belgilanadi. Uchburchakning uchlari bo'lsa alfabetning katta harflari bilan belgilanadi. Uchburchakda uchta uchi, uchta tomoni bor. Tushundingiz demak. Endi uchburchakning mana bu ko'rsatayotganlarim alfa, beta, gammalar uchburchakning uchlaridagi nimalar hisoblanadi? Ichki burchaklari hisoblanadi. Tushundingiz demak. Bu uchburchakning ichki burchaklari hisoblanar ekan. Mana bu A, B, C lar bo'lsa, uchburchakning tomonlari uzunliklari hisoblanadi. Hozir shu yerda uchburchakning perimetrini, ya'ni A, B, C ni shu uchburchakning perimetrini yozadigan bo'lsak, uchburchakning perimetri A plus B plus C bilan ifodalanar ekan. Tushundingiz demak. Bu uchburchakning perimetri bo'ladi. Endi shu yerda diqqat bilan ahamiyat berib eshitib tursalaringiz, sekin-sekin xossalarini boshlaymiz. Endi uchburchakning uchta tomoni bor, uchta ichki burchagi bor, uchta tashqi burchagi bor, uchta uchi bor va hokazo. Shularni aytganimizdan keyin uchburchakda chiziqli elementlari ham mavjud. Chiziqli elementlari deganda biz tushunishimiz kerak bo'lgan holatlar balandlik, bisektrisa va mediana degan tushunchalar mavjud. Bugun uchalasi haqida ham og'zaki aytib tez o'tib ketaman. Nega? Biz birozdan keyin uchburchak mavzusini, uchburchak balandligi alohida mavzu, medianasi alohida mavzu, bisektrisasi alohida mavzu, ularga alohida to'xtalamiz, xudo xolasa. Endi shu yerda yana bitta ma'lumot. Uchburchakning tomonlariga ko'ra va burchaklariga ko'ra ikki xil turga bo'linadi. Uchburchaklar tomonlariga ko'ra turlari. Birinchisida demak bu yerda turli tomonli. Bu yerda turli tomonli bo'lsa, tomonlari ham turli sonlar, burchaklari ham turli sonlar bo'ladi. A, B, C. Tomonlari ham turli sonlar, burchaklari ham turli sonlar bo'ladi. Mana misol bu yog'i alfa bo'lsa, bu yog'i beta bo'lsa, bu yog'i gamma bo'ladi. Shu yerda hozir men sizlarga yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Diqqat bilan ahamiyat beringlar. Mana bu tomon yon tomon uchburchakning. Tushundingiz? Mana bu tomon ham nima bo'ladi? Yon tomon. Bu yer bo'lsa, bu yer nima ekan o'quvchilar? Asos. Ya'ni turli tomonlida yon tomonlari ham turli son, umuman hamma tomonlari turli sonlar, burchaklari ham turli sonlar bo'ladi. Demak, buning turi nima ekan? Turli tomonli. Turli tomonli. Endi ikkinchisida keyingi uchburchagimiz nomi uchlari A, B, C bo'lsa, demak teng yonli. Teng yonli bo'lsa, yon tomonlari nima bo'ladi? Mana shu chiziq tengliligini bildiradi. Bu yog'i ham A ga teng, bu yog'i ham A ga teng. Asosi turli son. Nafaqat yon tomonlari teng bo'ladi, asosdagi burchaklari ham teng bo'ladi. Bu alfa bo'lsa, teng yonlida bu ham alfa bo'ladi. Bu yog'i gap bittaligicha turaveradi. Buning turi nima ekan o'quvchilar? Teng yonli. Endi yana bir marta tushuntiraman. Teng yonli uchburchakda nimalar teng bo'ladi? Yon tomonlari teng va asosga yopishgan burchaklari teng bo'ladi. Teng yonli uchburchakda. Keyingisida
Keyingisini turiga qaranglar. Keyingisini turida diqqat qilinglar. Teng tomonli A, B, C bo'lsa, A, B, C bo'lsa, tomonlari ham teng va uchala burchagi ham teng. Teng tomonlini uchta burchagi ham teng bo'ladi. Uchta tomoni ham teng bo'ladi. Bu yog'i ham A ga teng, bu yog'i ham A ga teng, bu yog'i ham A ga teng. Demak, buni turi nima ekan? Teng tomonli. A nimalarda muntazam deb keladi. Masalalarda. Endi ba'zi kitoblarda, ba'zi testlarda teng tomonli ham deb keladi. Endi teng tomonli deb kelgan holati kamroq. Tushundingiz demak o'quvchilar. Burchaklarni tomonlariga ko'ra turlarini. Endi keyingisi diqqat qilinglar. Yana bitta turi bor. Keyingi turimiz o'quvchilar uchburchaklarning burchaklariga ko'ra turlari. Diqqat qilinglar. Burchaklarga ko'ra turlarda birinchisida yaxshilab eshitinglar. Xo'p, burchaklarga ko'ra turlarida nima qilamiz? Bu tomoni A, bu tomoni B, bu tomoni C bo'lsa, burchaklarga ko'ra turlarida 3 ta burchagi berilgan. Alfa, beta, gamma bo'lsa, mana shu 3 ta burchagi ham o'tkir burchak bo'ladi. Ya'ni bu nimada nima deb ayta olamiz? O'tkir burchakli uchburchak. O'tkir burchakli uchburchak. Ya'ni bunda uchala burchagi ham 0 gradusdan katta, 0 gradusdan katta, 90 gradusdan kichik bo'ladi. Uchala burchagi ham, alfa ham, beta ham, gamma ham 0 gradusdan katta, 90 gradusdan kichik bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Ikkinchisida demak, birinchisi o'tkir burchakli uchburchak, keyingisi demak mana bu ko'rinishda. Sal kichikroq chizib o'raylik. Keyingisini turi o'quvchilar diqqat qilinglar. A, B, C. To'g'ri burchakli uchburchak. Buning nomi to'g'ri burchakli uchburchak. Ya'ni bitta burchagi, mana shu alfa burchagi, mana shu belgi o'quvchilar 90 gradus ekanligini bildiradi. Perpendikulyar ekanligini bildiradi. Bitta burchagi 90 gradusga teng bo'lsa, demak buni nima deya olar ekanlik? Bitta burchagi 90 gradusga teng bo'lsa, bu to'g'ri burchakli nima bo'lar ekan? Uchburchak bo'lar ekan. Tushundingiz demak, eslaringizda ham qoldi. Yaxshi, bitta burchagi 90 gradusga teng bo'lsa, to'g'ri burchakli uchburchak hisoblanar ekan. Endi mana bu yerda yana bitta ikkita gaplarni aytaman. Bu A katet, bu B katet, mana bu yer bo'lsa nima bo'ladi? C gipotenuza. A katet, B katet va gipotenuza deb qarashimiz kerak bo'lar ekan. To'g'ri burchakli uchburchakda Pifagor teoremasi mavjud. Katetlarning kvadratlarining yig'indisi gipotenuzaning kvadratiga teng. Endi ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketyapman. Uchinchisida diqqat qilinglar. Mana bu ko'rinishdagi uchburchaklar berilgan bo'lsa,
Mana shu ko'rinishdagi uchburchak berilgan bo'lsa, bunda nima bo'ladi? Bu yoq A, bu yoq B, bu yoq C bo'lsa, bu o'tmas burchakli uchburchak. O'tmas burchakli uchburchak. Ya'ni bitta burchagi o'tmas bo'ladi. Bitta burchak 90 gradusdan katta, lekin 180 gradusdan kichik bo'ladi. Tushuntaringizda, demak, uchburchakning turlarini tomonlariga ko'ra 3 xil bo'ladi, burchaklarga ko'ra ham uchburchak 3 xil turga bo'linar ekan. Endi uchburchakning burchaklarining xossalari. Yozaylik shuni. Uchburchakning diqqat qilinglar. Boshladik. Birinchi xossasi nima? Uchburchakning burchaklarining xossalari. Birinchi xossasi uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradusga teng. Kelinglar shu haqida gaplashamiz. Uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradusga teng bo'ladi. Tushundilaringizmi? Ya'ni aytmoqchimanki, uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradusga teng. Uchlarni belgilasak, bu uch A, B va bu uchi C. Bu tomonimiz, bu burchagimiz alfa, mana bu burchagimiz beta, bu burchagimiz gamma bo'lsa, xossada nima dedik? Uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradusga teng. Ya'ni alfa plus beta plus gamma 180 gradusga teng. Xo'p, kelinglar shuni isbotlab ko'rsataman. Diqqat bilan ahamiyat berib eshitinglar. Biz deylik, mana shu B uchidan, xohlasak A uchidan, xohlasak C uchidan qilsak ham bo'ladi. Eng qulayi o'quvchi tushunadigan holat B uchi. B uchidan asosiga ACga parallel bitta chiziq o'tkazaman. Tepadagi mana bu L to'g'ri chiziq bilan AC tomon parallelligidan mana bu burchagimiz gamma bo'lsa, keladida ichki almashinuvchiligidan mana bu yeri ham gamma bo'ladi. Bu yeri alfa bo'lsa, keladida bu yeri ham alfa bo'ladi. B uchidagi yoyiq burchak kattaligi 180 gradusga. Qo'shni burchaklarining yig'indisi 180 gradusga tengligidan, demak, uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 ligi kelib chiqadi. Tushunarli bo'ldimi? Keyingisida ikkinchi xossasida diqqat bilan ahamiyat beringlar. Ikkinchi xossasida demak, uchburchakning har bir uchidan bittadan olingan tashqi burchaklarining yig'indisi 360 gradusga teng bo'ladi deyilgan. Nafaqat uchburchakda, har qanday shaklda har bir uchidan bittadan olingan tashqi burchaklarning yig'indisi 360 gradusga teng. Ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketyapman. Har qanday shaklning har bitta uchidan bittadan olingan tashqi burchaklarining yig'indisi 360 gradusga teng bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa holat. Uchburchakning har bitta uchidan bittadan olingan tashqi burchaklarining yig'indisi 180 gradusga teng bo'ladi. Deylik, mana bu x bo'lsin, mana bu burchagimiz y bo'lsin, mana bu burchagimiz z bo'lsin. Demak, uchala burchagining yig'indisi x plus y plus z, tashqi burchaklarning yig'indisi 360 gradusga teng bo'ladi. Endi buni isboti desalaringiz, o'quvchilar, buni isboti qayerdan kelib chiqadi? Mana bu 180 minus x, mana bu 180 minus y qo'shniligidan. Mana bu 180 minus z. Uchalasining yig'indisi ichki burchaklari yig'indisidan 180 gradusga tengligidan foydalanib bemalol isbotlasalaringiz bo'ladi. Tushunarli bo'ldi, demak. Keyingisida, uchinchi xossasida bu yerda aytayaptiki, uchburchakning bir uchidan olingan tashqi burchagi unga qo'shni bo'lmagan ikkita ichki burchak yig'indisiga teng bo'ladi deyilgan. Qaranglar, bu yerda
nima deyilyapti? Uchburchakning bitta uchidan olingan bitta tashqi burchagi qolgan ikkita ichki burchagiga teng degan ma'noni beryapti. Tushundilaringiz o'quvchilar? Ya'ni aytyaptiki, uchburchakning bitta tashqi burchagi unga qo'shni bo'lmagan ikkita ichki burchagining yig'indisiga teng bo'ladi. Mana misol uchun mana bu burchakni biz nima dedik? Y dedik. Mana bu burchaklar nima degandik? Alfa va gamma degandik, to'g'rimi? Mana shu y teng bo'ladi alfa plus gammaga. Ixtiyoriy bitta tashqi burchagi qolgan ikkita ichki burchagining yig'indisiga teng bo'ladi. Ya'ni o'ziga qo'shni bo'lmagan ikkita ichki burchagining yig'indisiga teng bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Buni tushungan bo'lsalaringiz, mana bu 3-xossani yaxshilab ahamiyat berib o'rganib olinglar. Har doim любой bitta tashqi burchagi o'ziga qo'shni bo'lmagan qolgan ikkita ichki burchagining yig'indisiga teng bo'ladi. Tushundilaringiz, demak. Eslaringizda ham qoldi. Va oxirgi 4-xossasi uchburchakning katta burchak qarshisida katta tomon yotadi. Katta burchak qarshisida katta tomon yotadi. Kichik burchak qarshisida kichik tomon yotadi. Tushundilaringiz o'quvchilar? Mana hozir bitta uchburchak olamiz. Uchburchakning burchaklarini yozamiz. Deylik, mana bu burchagimiz 40 gradus bo'lsin. Mana bu burchagimiz 50 gradus bo'lsin va bu burchagimiz 90 gradus bo'lsin. Shunda eng katta tomon mana shu 90 gradus qarshisidagi tomon. Bu tomon B bo'lsin, bu tomon A bo'lsin. 40 gradus qarshisidagi tomon eng kichik tomon hisoblanadi. Shunda eng katta tomon C, undan keyin A, undan keyin B deb yozsak bo'ladi. Yana bir marta eslatyapman. Eng katta burchak qarshisida eng katta tomon yotadi. C eng katta bo'ladi. Eng kichik burchak qarshisida eng kichik nima yotar ekan? Tomon yotadi. Tushundilaringiz, demak, mana shunaqa ko'rinishdagi tengsizliklar ham mavjud. Endi hozir shu yerda bu betni yopmagan holatda men sizlarga ana bu bisektrisa medianalar haqida ikki og'iz aytib o'tib ketaman. Diqqat bilan ahamiyat berib eshitinglar o'quvchilar. Xo'p. Bisektrisa. Eslaringizda bo'lsa, bisektrisa nima edi o'quvchilar? Bisektrisa nimani teng ikkiga bo'luvchi, o'z chiqqan burchakni teng ikkiga bo'luvchi va uchburchak ichidagi qismiga bisektrisa deb aytilar edi. Bisektrisa nima desa, burchakni o'z chiqqan burchakni teng ikkiga bo'luvchi va uchburchak ichidagi sohaga burchak bisektrisasi bo'lardi-ku. Burchak bisektrisasida nima derdik? Bu alfa bo'lsa, bu yer ham alfa bo'lardi. Uchburchakning burchak bisektrisasi deb shu burchak bisektrisasining uchburchak ichidagi qismiga uchburchak bisektrisasi deb aytiladi. Xossalari va boshqa unga o'xshagan ma'lumotlarni uchburchak bisektrisasi uchun alohida berilgan mavzuda tushuntirib ketaman. Balandlik. Uchburchak uchidan shu uch qarshisidagi tomon yotgan to'g'ri chiziqqa tushirilgan balandlik, to'g'ri chiziq tushirilgan perpendikulyar chiziqqa uchburchak balandligi deb aytiladi. Mana uchburchak, mana bu uchdan shu uch qarshisidagi yotgan tomonga tushirilgan perpendikulyar chiziqqa uchburchak balandligi deb aytiladi. Mana misol uchun nimaga tomon yotgan to'g'ri chiziqqa deyapman. O'tmas burchakli uchburchakda balandlik qayerga tushadi? Balandlik mana bu tomonni tashqarisiga tushadi. Nimaga? Ta'rifda aytilganida uchburchak uchdan shu uch qarshisidagi tomon yotgan to'g'ri chiziqqa tushirilgan perpendikulyarga uchburchak balandligi deb aytiladi. Mediana uchburchak uchidan chiqib tomonni teng ikkiga bo'luvchi kesmaga uchburchak medianasi deb aytiladi. Bularning ta'riflarini yozishlaringiz shart emas, shunchaki misol yechayotgan vaqtda kerak bo'lishi mumkin degan maqsad bilan sizlarga aytib tushuntirib qo'ydim. Hali bularni bittalab ta'riflarini yozib o'rganamiz. Demak, boshladik. Biz uchburchakning burchaklari haqida 4 ta xossa o'tdik, uchburchakning turlarini o'tdik. Endi shularga doir test yechishga harakat qilamiz. Testlar.
Bugun birinchi kun bo'lganligi uchun uchburchaklarda qiyin test yechib bermayman. Osonroq test yechib tushuntiraman. Atayin. Xudo xolasa sizlar mavzuni yechib, biroz yechganlaringizdan keyin juma kuni mavzudan oldin, juma kuni mavzuni matniga juda ko'p vaqt sarflamaymizda. Chunki mavzuni o'tib olgandan keyin uchburchaklardan yana bitta qiyin test yechib tushuntiraman, xudo xolasa. Bugun osonroq test yechib berishga harakat qilaman. Diqqat bilan ahamiyat berib eshitinglar. Mavzuni mana shu videoni ko'rgandan keyin, mavzu matnini yozib olgandan keyin mana shu test yechimlarini ko'rib chiqib, mavzuni yechsalaringiz bemalol yecha olasizlar. Hatto 60-70 gacha bemalol to'xtamasdan yechsa bo'ladi. Boshladik. Demak, 20 ta test berilgan. Shu 20 ta testni sizlar bilan birga tahlil qilamiz. Xo'p, yaxshi. Diqqat bilan ahamiyat berib eshitinglar. Qani kimdir ovoz va nima haqida goz aytib olsa yaxshi bo'lardi. Ha, bo'ldi, tushundim. Boshladik. Davom etamiz. Diqqat bilan ahamiyat berib eshitinglar. Uchburchakning ikkita ichki burchagi shunga teng bo'lsa, uchinchi burchagi nimaga teng bo'ladi deb so'ragan. Uchburchakning ikkita ichki burchagi, to'xtanglar. Uchburchakning ikkita ichki burchagi ni aytyapti. Ya'ni bu yerda bittasini 98 gradus degan. Mana bu 98 gradus. Mana bu bo'lsa 42 gradus bo'lsa, uchinchi burchagini nima deymiz? Alfa deymiz. 42 plus 98 plus alfa teng 180 gradusga 140 plus alfa teng 180 gradusga alfani topsam 40 gradus. Demak, misolimiz javobi 40. C javob bo'ladi. Keyingi misolimizda uchburchakda ikkita tashqi burchagi shung bo'lsa, uchinchi tashqi burchagini toping deb savol berilgan. Yaxshi. Birinchi tashqi burchak holatini chizib olamiz. Uchinchi tashqi burchagini toping deb savol berilgan. Qaranglar o'quvchilar. Demak, bu yerda mana bu bizda 100 gradusligi berilgan, mana bu 140 gradusligi berilgan va uchinchisini z deb oldik, z berilgan. Uchalasini yig'indisi nimaga teng bo'lardi? 100 plus 140 plus z teng 360 gradusga. Bu yerdan z ni topadigan bo'lsak, 240 ayirsak 120. Demak, uchinchi tashqi burchagi 120 gradusga teng bo'lar ekan. B javob. Uchinchi savolda uchburchakda ABC burchagimiz 56 gradus, uchburchakda AD balandlik o'tkazilgan. BAD burchakni toping deb savol berilgan. Diqqat qilinglar. Mana A, B, C uchburchak berilgan. A, B, C burchagimiz 56 gradus. Mana bu yer 56 gradus bo'lsa, bizdan AD balandlik tushirildi deb aytyapti. AD balandlik tushirilsa, mana balandlik tushirilgan shu yerda. Endi bu D uchi bo'lsin. Xo'p, BAD burchakni toping degan. BAD burchakni toping. Mana buni topishimiz kerak. Xo'p, uchburchak kichkina uchburchakda, ya'ni uchburchak ABD ichki burchaklar yig'indisi nima bo'ladi? Alfa plus 56 plus 90 teng 180 ga. Alfani topsam, adashmasam 34 gradus bo'ladi. Javob A. Uchinchi savolimiz javobi A bo'ladi. Eslaringizda qoldi. Chizmada berilganlarga ko'ra alfani toping deb savol berilgan. Shu chizmadan foydalanib misol yechib ketaveramiz. Qaranglar o'quvchilar. Bu 128 gradus bo'lsa, 180 dan ayirsak 52 gradus qoladi. Mana buni 180 dan ayirsak 46 gradus bo'ladi. Demak, uchalasini yig'indisi 46 plus 52 plus alfa 180 gradusga teng 898 plus alfa teng 180 gradusga alfani topsam 82 gradus bo'lar ekan. Tushundilaringiz demak. Alfani topsam 82 gradus bo'lar ekan. Javob 4-savolimizning javobi A bo'lar ekan. Xo'p, yaxshi, davom etamiz yana. Keyingi 5-savolda uchburchakning
ichki burchaklar o'zaro shu nisbatda uchburchakning katta burchagini toping deb savol berilgan. Demak, uchta burchak. Bu A burchagini aytyapti 3x deb, B burchagini aytgan 4x deb, C burchagini aytgan 5x deb. Hammasini qo'shsak 3x plus 4x plus 5x 180 gradusga teng. X ni topsam 15 gradus. Eng katta burchakni top degan 5 ga ko'paytirsak 75 gradus bo'lar ekan. Bu uchburchakning eng katta burchagi 75 gradus. C javob. Keyingisiga o'tamiz o'quvchilar. 6-savolda berilganlarga ko'ra x ni toping deb savol berilgan. Uchalasini qo'shib 180 dan ayirishimiz kerak. 180 ikkitasini qo'shib demoqchi edim. 40 plus 32 72 108 gradus. Javob, demak 6-savolimiz javob C. Uchburchakning ikkita ichki burchagi shunga, uchburchakning bu burchaklariga qo'shni bo'lmagan tashqi burchagi necha gradusga teng bo'ladi deb so'ragan. Mana qaranglar. Uchburchakning ikkita ichki burchagi berilgan. Ikkita ichki burchak, bittasi 48 gradus, bittasi bo'lsa 62 gradus. Uchinchi nimasini toping deyapti? Tashqi burchagini toping degan. Uchburchakning bu burchaklariga qo'shni bo'lmagan tashqi burchagini toping deb so'ragan. Y desak, y'imiz nimaga teng bo'lardi? Burchakning bitta tashqi burchagi qolgan ikkita o'ziga qo'shni bo'lmagan ichki burchaklar yig'indisiga teng bo'lardi degan xossadan foydalansak 110 gradus chiqar ekan. 7-savolimiz javobi 110 gradus. D javob. Teng yonli uchburchakning asosidagi tashqi burchagi 110 gradus. Uning uchidagi tashqi burchagini toping deb savol berilgan. Birinchi o'rinda biz teng yonli bitta uchburchak chizib olaylik. Uning uchidagi tashqi burchagini toping deb savol berilgan. Uning uchidagi tashqi burchagini toping deb savol berilgan. Teng yonli uchburchak bo'lsa qanaqa uchburchak bo'lardi? Yon tomonlari ham teng, asosdagi burchaklari ham teng. Mana bu yer 110 gradus bo'lsa, mana bu yer ham 70 gradus bo'ladi. Teng yonligidan bu yer ham 70 gradus bo'ladi. Mana bu burchakni so'rabdi. Y'imiz nimaga teng bo'lardi? Asosdagi ikkita ichki burchak yig'indisiga teng bo'lar edi. Chunki bitta tashqi burchagi o'ziga qo'shni bo'lmagan ikkita ichki burchak yig'indisiga teng bo'lardi-ku. Shundan mana bu misolimiz 140 gradus chiqar ekan. Demak, 8-savolimiz D javob. Xo'p, keyingi savolimiz 3 alfa nisbati berilgan ekan, shu uchun sirasi yozib ketaman. 3 alfa 4 alfa plus 2 alfa 180 gradusga teng. Alfani topsak 20 gradus. Betaning qiymatini toping degan. Beta bizda 4 alfa edi. 2 ko'paytirsam 4 ni 20 ga ko'paytirsam 80 gradus bo'lar ekan. Hammani esda qoldi. Tushunarli ham bo'ldi. Yaxshi o'quvchilar, davom etamiz. 10-savolga keldik. 10-savoldagi xossani eslaylik. Uchburchakning tashqi burchaklari nimaga teng bo'lardi? Uchburchakning tashqi burchaklari 2x plus 50 plus 4x plus 3x plus 40 teng bo'ladi 360 gradusga. Har bir uchidan bittadan olingan tashqi burchaklarining yig'indisi 360 gradusga teng bo'lar edi. 6x buni qo'shsam 9x teng 90 ayirish bo'lib o'tsa 270 x teng 30 gradus. Prosta bizdan x ni top degan javob C 30 gradus hosil bo'ladi. Birinchi savolga keldik. Shu testdan 11-savol. Uchburchakning ikkita ichki burchak yig'indisi 3-ichki burchagidan 4 marta katta. Yaxshi. Uchburchakning 3-ichki burchagini toping deb savol beryapti. Qaranglar, bitta uchburchak berilgan bizda. Uchburchakning ikkita ichki burchagining yig'indisi 3-ichki burchagidan 4 marta uchburchakning 3-kichik burchagini toping. Mana bu alfa, mana bu beta bo'lsa, mana bu x deylik. Alfa plus beta mana bu x dan 4 marta katta ekan. Va alfa plus beta plus x 180 gradusga teng. Mana buni o'rniga 4x ni qo'ysam plus x 180 ga teng.
x'ni topsam 36 gradus. 3-chi kichik burchagini toping degan. Demak, misolimiz javobi 36 gradus. B javob hosil bo'lar ekan. Hammaga tushunarli bo'ldimi? Davom etamiz yana. Xo'p, keyingi 12-savolda chizmada berilganlarga ko'ra alfaning qiymatini toping deb savol berilgan. Juda ham qiziq savol. Qaranglar. Mana bu kichkina uchburchakka ahamiyat bersak o'quvchilar, mana bu kichkina uchburchakda ikkita ichki burchagini yig'indisi 3-tashqi burchakka teng bo'lar edi. Shundan 20 ga 30 ni qo'shsak, mana bu 3-tashqi burchakka nimaga teng bo'ladi? 50 gradusga teng bo'ladi. Bu 50 gradus mana bu uchburchakning bitta burchagi hisoblanib qoldi. Shunda ichki burchaklar yig'indisi 180 ligidan alfani topamiz. Alfa plus 65 plus 50 teng 180 ga alfani topsam 65 gradus ekan. Xo'p. 12-savolimiz javobi 65 gradus. B javob. 13-savolga keldik. Uchburchakning ikkita tashqi burchagi mos ravishda shunga teng. Uchburchakning 3-chi ichki burchagini toping deb savol berilgan. Xo'p, uchburchakning ikkita tashqi burchagi mos ravishda hozir yozaman. Mana bu 135 gradus ekan. Mana bu bo'lsa 125 gradus. Shunda bu hosil bo'ladi 55 gradus. Bu 45 gradus bo'ladi. Mana bu 3-chi x burchakni so'ragan. X teng 180 minus qavsida 45 plus 55. 100. Demak, 3-chi o'tkir burchagi 3-chi ichki burchagi 80 gradus bo'lar ekan. Javob. Berilganlarga ko'ra x ni toping degan. To'g'ri burchakli uchburchakda 5x plus 90 teng 180 ga x ni topsak 18 gradus. Demak, 14-savolimiz javobi C bo'lar ekan. 15-savolda teng yonli uchburchakning yon tomoniga tushirilgan bisektrisa va asos orasidagi burchak 36 gradusga teng. Mana qaranglar, teng yonli uchburchak. Teng yonli uchburchakning yon tomoniga tushirilgan bisektrisa asos bilan 36 gradus burchak tashkil qiladi. Teng yonli uchburchak bo'lgandan keyin yon tomonlari teng va asosdagi burchaklar teng. Bisektrisa tushirilsa, mana bu 36 gradus bo'lsa, bisektrisaligidan bu ham 36 gradus. Teng yonli uchburchakda asosdagi burchaklar tengligidan bitta yon tomondagi burchak 72 gradus bo'lsa, bitta asosga yopishgan burchak 72 gradus bo'lsa, mana bu endi keladida bu ham 72 gradus bo'ladi. Uchburchakning uchidagi burchagini toping. 72 ga 72 ni qo'shib, mana buni ayirsak x kelib chiqadi. 180 minus 72 plus 72 144, demak 36 gradus bo'lar ekan. Demak, 15-savolimiz javobi 36 gradus bo'lar ekan. Xo'p, 15-savolimiz ham ketdi. 16-savolda teng yonli uchburchakning uchidagi tashqi burchagi 104 gradus bo'lsa, uning asosdagi tashqi burchagi necha gradusga teng? Birinchi asosdagi ichidagi burchakni topaylik. Teng yonli uchburchakning bitta uchidagi tashqi burchagi 104 gradus bo'lsa, mana bu ichkariga kirsa, ichkariga kiritish shart emas. Bu alfa bo'lsa, teng yonligidan bu ham alfa. 2 alfa teng 104 ga alfani topadigan bo'lsam 52 gradus chiqadi. 104 gradus bo'lsa, alfani topsam 52 gradus. Mana bu 52 gradus bo'lsa, buni qo'shnisini topadigan bo'lsam 128 gradus. Javob A bo'ladi. Teng yonli uchburchakning bitta uchidagi emas, teng yonli uchburchakning uchidagi burchagi 104 gradusga teng. Demak, ya'ni shuni aytyapti 104 deb. Bitta tashqi burchagi ichidagi
ikkita ichki burchaklar yig'indisiga teng bo'lar edi-ku. Shundan 104 teng 2 alfaga alfani topdim 52 gradus. Shu asosdagi qo'shni burchakni toping degan topib qo'ydik. Keyingisida x ni toping deb savol berilgan. Hamma ichki burchaklarning yig'indisi 5x 6x 6x plus 10 plus 8 18 ga teng 180. X teng 3 30 27 gradus. X ni toping degan javob A bo'ladi 17-savolimiz. 18-savolimizda uchburchakning ikkita burchagi 2 nisbatda uchinchi burchagi bu burchaklarning kattasidan 20 gradusga katta. Demak, birinchi uchburchakda 3 ta burchagi bor. Birinchisi 2 alfa, ikkinchisi 3 alfa va uchinchisi bo'lsa uchinchi burchagi bu burchaklarning kattasidan, ya'ni 3 alfadan 20 gradusga katta ekan. 3 alfa plus 20 gradus. Uchburchakning kichik burchagini toping degan. Uchalasini qo'shamiz 180 ga teng. 2 alfaga 3 alfa 5, 5 alfaga mana bu 3 alfani qo'shsak 8 alfa plus 20 gradus teng 180 ga. Bu yoqqa ayirish bo'lib o'tadi 160, alfani topsak 20 gradus. Eng kichik burchakni toping degan 2 kara 20 40 gradus, ya'ni C javob bo'ladi. 19-savolda bu ikkala chiziq bir-biriga parallel bo'lsa BAC ni toping. BAC ni topishimiz kerak ekan. 110 gradus bo'lsa, mana bu yog'i 70 gradus bo'ladi. Bu parallelligidan bu 50 bo'lsa, mana bu yer ham keladi 50 gradus. Uchburchakning ichki burchaklaridan foydalanib x ni topsak 60 gradus bo'lar ekan. Javob C. Xo'p, demak, deyarli tugatay deb qoldik. Teng yonli uchburchakning yon tomoniga tushirilgan balandligi asos bilan 22 gradusli burchak tashkil qiladi. Teng yonli uchburchakning yon tomoniga tushirilgan balandligi teng yonli uchburchakning yon tomoniga tushirilgan balandligi teng yonli bo'lsa nima shart bajarilardi? Asosdagi burchaklar teng bo'lar edi. Asosga tushirilgan yon tomoniga tushirilgan balandligi asos bilan 22 gradusli burchak tashkil qilsa, mana bu alfa. Alfa plus 22 plus 68 gradus chiqdi. Endi shu burchakning uchdagi burchagini toping. 68 bo'lsa, bu ham 68 x bo'ladi. X plus 136 gradus teng 180 ga 44 gradus. Javob B bo'ladi. Tushundilaringiz demak. Demak, o'quvchilar mavzuni o'tdim. 20 ta test tahlil qildik. Mavzuni yechishni boshlaysilar. Xudo xolasa juma kuni yangi mavzuni boshlashdan oldin yana bitta uchburchak ichki burchaklariga doir bitta testni tahlil qilamiz. Xuddi shunaqa va keyin yangi mavzuni boshlab ketamiz.